Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan men har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Sizlar mening YouTube kanalimdasizlar. Qadrdonlar, biz har doimgidek qilgan tunikafon ishimizni yakuniga yetkazganimizdan so'ng sizlar uchun chiroyli ko'rinishda video kontent qilishga harakat qildik. Sababi hozirgi paytda internet rivojlanyapti. Shuni hisobiga o'zimiz qilgan tunikafon xizmatlarimizni mana shunday sizlarning e'tiborlariga havola etib, xizmatlarimizni taklif qilib qolamiz. Do'stlar, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Agar vodiydan bo'lsangiz, ekranda turgan raqamlar orqali bemalol biz bilan bog'lanishingiz bo'ladi. Sizlar bilan uylarga mana shunaqangi ajoyib ko'rinishda tunikafon qilib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, do'stlar, mana shunaqangi tunikafon xizmatlarimizni ko'rib borishinglar imkoniyati paydo bo'ladi. O'zingizlarga yoqqan fasollar tanlab tursanglar, xudo xohlasa sizlar ham tunikafon zakaz qilayotgan paytinglarda o'ylanib qolmaysizlar, do'stlar. Va ishlarimizning sifati sizlarga yoqsa, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni, ishimiz haqida qanday fikrdasizlar, shularni qoldirib kelsanglar, biz yana ham energiya olgan holatda, xudo xohlasa, mana shunaqangi ajoyib ko'rinishdagi tunikafon xizmatlarimizni qilishda davom etamiz. Do'stlar, bu xizmatimizni Andijon viloyati Izboskan tumani To'rtko'lda yakuniga yetkazib qilib berdik. Xurshidbek ukamizning xonadonida foydalangan ranglarimiz oq rang hamda mokriy rang, ozmoz tillo rangdan foydalanganmiz. Xudo xohlasa juda ham ajoyib ko'rinishda, go'zal holatda tunikafonimizni yakuniga yetkazib berdik. Xo'p, do'stlar, tunikafonimizni hozirgi paytda ketgan rasxotiga, ishlatayotgan materialimizning kvadratiga 135 ming so'mdan hozircha vodiy bo'ylab qilib bermoqdamiz. Joyingizning kvadratiga emas. Buni doim aytib o'tamiz. Eshitganlar uchun takror, eshitmaganlar bilib olishlari uchun. Sababi do'stlar, ishlatayotgan materialimiz joyning kvadratidan ko'proq bo'ladi. Bukilishi, qayrilishi hisobiga do'stlar. Shuni inobatga olgan holda bemalol bizdan bog'lansanglar bo'ladi. Sizlarning ham uyingizga mana shunaqangi ajoyib ko'rinishda tunikafon xizmatlarimizni qilib beramiz. Do'stlar, burchaklarga ahamiyat berasizlar. Xudo xohlasa, juda ham cho'tki holatda keltirilgan. Xo'p do'stlar,